Angliya Tashqi ishlar ministri Amerika Mudofaa ministrligi 5 burchaklik binodan oshkorlangan Angliyaga aloqador uchurlarni inkor qildi. Bu uchurlarda Amerikaning Kabul aerodromining terrorlik hujumining nishoni bo'lgan darvozasini taqashni xohlaydiganligi, ammo Angliyaga yetkazilganlar uchun darvozasining ochiq qo'yilganligi ilgari surilgan. Milliarder mablag' solg'uvchi George Soros yaqinda Xitoydagi xususiy korxonalarga qaratilgan cheklamalar haqida to'xtalib, Xitoy raisi Shi Jinpingni bozor iqtisodini tushunmaydi deb aybladi. Dongliq mablag' solg'uvchi George Soros pul muomala vaqt kesidagi maqolasida Shi Jinpingning iqtisodiy reallik bilan to'qnashib qolganligini, xususiy korxonalarga qaratilgan eng yangi cheklamalarning iqtisodga yuk elib keladiganligini o'tirib qo'ydi. Fransiyada klimat o'zgarishiga qarshi turish uchun yana bir qaror yo'lga qo'yildi. Nüfus ishliqi eng yuqori bo'lgan Parijda mashinalarning sur'at cheklamasi soatiga 30 km qilib belgilandi. Champs-Élysées qatorliq asosli yo'llarda sur'at cheklamasi 50 km har soat qilib bekitildi. Har kuni 1 milliondan ortiq odam ishlatadigan Parij aylanma yo'lida bu chek soatiga 70 km qilib bekitildi. Bu qoidaga amal qilmaganlarga 135 yevro jarimani qo'yiladi. Nurg'un norvegiyaliklar yaqin pullarni qayta hosil bo'ladigan energiya manbasiga mablag' soladigan atalmish yeshil fondlarga mablag' saylayotdi. Eng ko'p tilga ilingan fondlarning biri Storebrand shirkatining Fornybar energiya fondi bo'lib, lekin Norvegiya davlat televiziyasi NRKning xabar qilishicha, yangi bir tekshirishda Fornybarning 3 cho'ng mablag'ining majburiy emgakka chetishlik gumoni bo'lgan Xitoy shirkatlariga selinganligi o'tirg'a chiqqan. Egilanishicha, bu shirkatlarga jami 370 million Norvegiya kronlari mablag' selingan. Germaniya bosh ministri Angela Merkel Kabuldagi Hamid Karzay xalqaro aerodromi Afg'oniston uchun intayin muhim dedi. Merkel Kabul aerodromining qaytadan ichilishining intayin muhim ekanligini, Qatar va Turkiya bilan bu masala to'g'risida suhbat olib berayotganligini ta'kidladi. 1991 yili 8 ayning 31 kuni Sovet ittifoqi parchalangandan keyin mustaqilligini jakarlagan Qirg'iziston va O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligini tabriklamoqda. Turkiya, Qirg'iziston va O'zbekistonning mustaqilligini tunji bo'lib e'tirof qilgan davlat bo'lgan edi. Turkiya davlatlik ayollar voleybol komandasi 2021 yillik Yevropa voleybol lavha talashish musobaqasining chorak hal qilg'uch musobaqasida 3-0 natijada Polshani mag'lub qilib, yarim hal qilg'uch musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishdi.